adashib kirib yoki faqat diplomlar uchun yoki ota-onasi majburlayapti degan abituriyentlar aslida bizni mijozlarimiz emas. Rektorlikni tashlab ketib qolaman, qochib ketaman degan joylaringiz bo'lganmi? Albatta. Ko'p bo'ladimi? Haftaga bir bo'ladi. Demak, 3 tasini ajratib olasiz va savoli bor yerda. Men o'zim o'qib beraman sizga. Marhamat. Haqqoniy bo'lish uchun. Qani o'sha omadi kulgan talaba kim ekan? Bu Biroq shubhalimizga yo'q. Bitta zo'r gap bor, profi hech qachon joyida turmaydi. Ya'ni biron bir narsani erishib, biz shu narsa bilan hech qachon to'xtatmaymiz. Biot universitetidagi talabalarimizga 2 haftalik amaliyot Hindistonda taklif qilyapti. Hozir memorandum imzolangan. Apreldan boshlab biz ayrim talabalarni уже bemalol Hindistonga jo'natib, aynan o'sha haqiqiy klinik holatlarda amaliyotni o'tkazishga rejani qilyapmiz. U ham hali birinchi qadam. Menimcha rektor bo'lmaganda prokuror bo'lardi. Prokuror bo'lardi. sizlar hayajonlantiryapsizlar, to'g'rimi? Endi Olga Aleksandrovich endi hayajonlanmayapman degandan keyin. Boshda hayajonlangan yo'q deb aytaman. Assalomu alaykum, Navoiyliklar podkasti. Butun Navoiyliklar orqali butun O'zbekistonga vizit tashlayapmiz. Ya'ni birinchi marta bizda rektor podkastimizda qatnashyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ishoq. Juda xursand bo'ldim. Takliflaringiz uchun rahmat. Xo'p, tanishtirib o'taman. Filipov Olgert Aleksandrovich, Profi universiteti Navoiy filiali rektori. Yana qo'shimchalarni qo'shaymi? Shart emas. Suhbat davomida ochamiz. Xalq ta'limi a'lochisi, falsafa fanlari doktori. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Boshlasak bo'ladi. Olgert Aleksandrovich, qiziq savol bilan boshlaymiz. Ya'ni bilasizki, talabalarimizga yoki bo'lmasa Navoiy ahlimizga, ya'ni rektordan ko'ra rektorning shaxsiy hayoti ko'proq qiziqroq. Xo'p, sizga rektorlik nima berdi, nimalarni olib qo'ydi? Shundan boshlab olsak, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Xo'p, rahmat, juda ham qiziq savol. Unga javob berish oson emas, lekin harakat qilaman. Birinchidan yo'qotishdan boshlaylik. Eng asosiy yo'qotgan narsani u tinchlik. Chunki rektor bo'lgandan keyin menga berilgan mas'uliyat, menga bildirilgan ishonch, menga topshirilgan jamoa, xodimlar jamoasi, talabalar jamoasi u birinchi navbatda juda katta mas'uliyatlik menga yuklatdi. O'shaning uchun tinchlik deyarli yo'qoldi. Boshqa sezarli yo'qotishdan sezmadim. Talabalik vaqtlaringizda rektor bo'laman deb o'ylagansizmi? Yo'q, hech qachon rektor yo biron bir boshliq bo'laman deb yurmaganman. O'zi ish faoliyatim oddiy o'rta maktabda boshlagan, lekin o'sha payti ham aynan rahbarlik qatlamiga kirishga niyat yo'q edi. Boshqa muammo paydo bo'lgan. Endi men o'qigan paytida o'zgina oliy ta'limda amaliyotdan farq bo'lgan. Ya'ni doimiy shunaqa holatlari ham bo'lgan, nazariyasi doimo ko'p ketadi amaliyotdan. O'shaning uchun maktabda ish boshlagandan keyin men sezdim, nazariy bilim yetarli emas. Aynan amaliyot ko'proq kerak. O'shaning uchun o'sha payt men boshliq bo'laman deb yurmasdim. Men aynan shu sohani professional bo'lib yuraman, aynan shu xalq ta'limi uchun kerakli kadr bo'lib yuraman deb maqsad qo'ygandim. Demak, xohlagan oliy ta'limda ishlayotgan yoki maktab ta'limida ishlayotgan yoki talaba yoki maktab o'qituvchisi ham rektor bo'lishi mumkin. Albatta. Albatta. Xo'p, bilasiz, podkastimizda sal ochiqroq yondashamiz. O'zbekistonda haqiqiy bilimdan ko'ra diplom ustunmi? Qaysi biri? Ya'ni haqiqiy bilim ustunmi? Demak, tushundingiz yoki diplom ustunmi? Hozir bilasizki, ko'p holatlarda duch kelamiz. Qanaqa holatlarga? Misol uchun, ba'zi birlarning diplomi yo'q, lekin zo'r mutaxassis. Lekin ba'zi birlarning diplomi bor, zo'r mutaxassis deya olmaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Demak, real bilimdan ko'ra ustunroqmi diplom? Bu ham oddiy savol emas. Unga falsafaviy qarashimiz kerak.
nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda eng kerakli narsa bu bilim. Aha. Chunki bilimsiz xodim, bilimsiz mutaxassis hech qachon hech qayerda kerakli bo'lmaydi ham, o'zini yo'lini ham topmaydi. Lekin bu yerda ozgina fokusimiz boshqa narsaga qaratish kerak. Xohlaysizmi yo'qmi, biz jamiyatda yashayapmiz. Ya'ni jamiyatda bor me'yorlarini bajarishimiz kerak. Hozir men fikrimni tushuntiraman. Agar men universitetni bitirib, biron bir karyera qilmoqchi bo'lsam, yo biron bir mashhur tashkilotga ishga kirib, ish yuritsam desam, xohlaysizmi yo'qmi, baribir diplom kerak. Diplom kerak. Chunki endi har bitta narsaga asos bo'lish kerak. Endi diplom bu asos. Lekin diplom yoki bilim tenglama qilish o'zi noto'g'ri. Noto'g'ri. Chunki u har xil narsa, Agar talaba boshidan bilsa, men hech qachon biron bir tashkilotda ishlamayman, men hozir shu mutaxassisligini o'zlashtirib, aynan shu sohani mutaxassis bo'lsam va xususiy biznesni yaratib, o'zim uchun ishlayman desam, baribir unga diplom kerakligi ham yo'q. Lekin bilim u ustun narsa, u birinchi navbatda bo'lishi kerak, lekin yo diplom, yo bilim tenglama o'zi xatolik. Demak, bo'lmasa mana bunaqa o'xshatish qilsak bo'ladimi? Diplom ma'lum biror joydan o'tish uchun ko'prik qolganini o'zi quradi, o'zi yurish kerak. Yoki bo'lmasa diplom shunchaki bir qayiq, qolgan narsani o'zi ishadi eshkak bilan. Shunchaki himoya qilib turadi. Oddiy bir vosita. Uni qiymatligini, boshqasini uni aynan vosita sifatida ishlatish mumkin. Rahmat. Qiymat haqida gapirdingiz, ustoz. Talabani qiymatini nima oshiradi? Qiyinchilik oshiradi. Chunki endi qimmat u ham bir falsafaviy kategoriya. Uni tushunishi uchun ayrim bosqichlarini, ayrim qiyinchiliklarni ko'rish kerak. Ya'ni hammaga ma'lum, tekin narsa hech qachon qadrlanmaydi. Chunki u ochiq va har doim bor. Agar odam bir nima yutug'ini qiyinchilik bilan erishsa, ya'ni endi qiyinchilik yaxshi ma'noda demoqchiman. Ya'ni biron bir sun'iy to'siq qo'yib, kimdirni jonni og'ritib, shunaqa usullar bilan emas, ya'ni tabiiy qiyinchiliklari bilan to'siqlarini agar talaba o'tib bilsa, shu erishgan yutug'ini keyin qadrlaydi. Xo'p, eng qiyin vaziyatda o'zingizga bergan eng oxirgi gapingiz qaysi? Eng aytgan oxirgi gapingiz mana og'ir vaziyat bo'ladi, bilamiz, inson hayotida, shaxsiy ishda, kasbda har qanday qiyinchiliklar bo'ladi, lekin eng qiyin vaqtda o'zingizga aytgan eng oxirgi gapingiz. Nima bo'lsa ham qilib bo'laman. Zo'r. Yoraman. Shunaqa. Qaytish yo'q. Shunaqa. Talabalikda eng esda qolarli voqea. Talabalik davrimizda juda ham ko'p voqea bo'lgan. Endi u negativ emotsiya, pozitiv emotsiya juda ham ko'p voqea bo'lgan. Endi hozir aynan biron bir voqeani aytish juda ham qiyin, chunki endi talabalik o'zi bilasiz, juda ham qiziqarli davr shu. Odamning eng qo'noq qiladigan, eng noqulay vaziyatga soladigan, noqulay vaziyatdan kelib chiqishini o'rgatadigan davri o'zi talabalik davri. O'shaning uchun ko'p voqealar bo'lgan. Och qolib ketmagansiz? Yo'q. Ismdan chiqdi-da kerakli paytida. Moliya tomon qanday bo'lgan? Shuncha tayyorgarlik nimasini ko'rganim bilan aynan kerakli paytdan chiqdi. Xo'p, qanaqa voqea aytay sizga? Eng qiziq voqea
eng qiziq voqea o'zi birinchi kunidan boshlangan. İmtihon topshirgandan keyin albatta birinchi o'qish kuni ham keldi. Kirdim universitetga. O'sha payt Rus filologiya fakultetimiz eski Peden universitetimiz 3-qavatda joylashgan edi. Chiqdim 3-qavatga. Dars jadvalini qaradim, guruhni topdim, auditoriyani topdim. Shu endi xursand bo'lib auditoriyaga boryapman. Bizga belgilangan auditoriyaga kirdim. Shu zahot yana qaytib chiqdim. Nimaga deng? Endi asosiy yo'nalishim rus filologiya. Rus filologiyasi. O'shaning uchun birinchi kun men auditoriyaga kirib 39 ta qiz ko'rdim. Bitta o'zim kirdim, chiqdim. Chiqqanimdan keyin yana dekanatga bordim. Salomlashdim, aytdim shunaqa men birinchi kursga kirdim. Shu meni guruhim qayerda desam, aynan shu auditoriyani aytyapti menga. Yana bordim shu auditoriyaga. Ozgina turib, keyin mard bo'lib kirdim. Endi hamma bilan salomlashdim va shu bilan sezdim, menda 4 yil men o'sha ayol jamoasi ichida yurishim kerak deb o'tirdim joyga. Umringizdagi omad yarmini ishlatib qo'ygan ekansiz. Shunaqa. Lekin juda qiziq bo'lgan guruhlarimiz o'sha qizli guruh bo'lganligi qaramasdan juda jips, juda ahil guruhimiz bo'lgan. Endi o'qish davrida bitta ikkita yana erkak talaba kelgan, bittasi o'qishda qayta qilib bizning guruhga kirdi, bittasi yana qo'shimcha kvota bilan qabul qilingan. Lekin 4-kursgacha faqat shu qizlar bilan faqat men oxirgacha yetdim. Xolos birinchi kursda ham bitta o'zim edim, 4-kursda ham bitta o'zim edim ular bilan. Birortasini qulog'ini tishlab qo'ymadingizmi? Yo'q. Yo'q. Endi ular ko'pchilik edi-da. Talabalikdan cheklanmagan holatda butun dunyoni, mana Oxford, Stanford, Garvard universitetlarini, rektorlarini, suhbatlarini qiziqib ko'rganimda savollar duch keldim o'zim. Ya'ni qanaqa savollarga? Bitta zo'r savol ko'zim tushib qoldi. Universitet talabaga bilim berish kerakmi yoki uni shunchaki mutaxassis qilish uchun sharoit yaratib berish kerakmi? Ya'ni hayotga tayyorlash kerakmi degan ustuvor bir masala bor ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni shunchaki muhit yaratib berishimiz kerakmi talabalarga? Ya'ni o'zlarini qaror toptirish uchun, o'zini misol uchun menligini o'zini shakllantirish uchun yoki shunchaki bilim berishimiz kerakmi? Endi hozirgi zamonda bilim aynan mavjudot sifatida u muhim narsa emas. Men sizga misol bilan aytaman. Masalan, men o'qigan paytida biz asosiy vazifani bilim izlash edi. Chunki bu 90-yillar edi. O'sha payt internet tarmog'i, mobil telefon, printer, kompyuter degan narsa hayotda bo'lgan, lekin O'zbekiston sharoitida kamda kam tashkilotda uchrashgan. O'shaning uchun bizning asosiy vazifani aynan biron bir kitobini topib, shu kitobini o'qib, shu kitobdan bilim olish kerak edi. Endi avval Toshkentda ilmiy pedagogik fanlar bo'yicha ilmiy kutubxona bo'lgan. Endi butun Rus filologiya fakultetini aynan shu kutubxonaga borgan, chunki boshqa hech qayerda aynan shu kitobni topish iloji bo'lmagan. Hatto ayrim kitoblarini band qilib, navbat o'qiganmiz. Ya'ni guruhdoshlari bilan jadval tuzar edik. Dushanba kuni sen olasan, seshanba kuni men olaman. Mobodo kimdir o'ziniki belgilagan kunga olmasa bo'ldi, tamom, buni keyin olish iloji yo'q. Chunki juda ham ko'p talaba bo'lgan, hammaga aynan shu manba kerak bo'lgan. O'shaning uchun biz paytida bilim juda ham muhim edi. Hozirgi zamonda bilim u sir emas. Xohlagan paytda, xohlagan joydan, xohlagan tilda ma'lumot topishingiz mumkin. Hozirgi zamonda bilim topish juda ham oson. O'shaning uchun agar universitet faqat bilim beruvchi tashkilot bo'lsa, shunaqa universitetdan foydasi yo'q. Tushunarli. Talaba universitetsiz ham uyda o'tirib,
telefonda, internetda, xohlagan joyda, xohlagan tilda ma'lumot topish mumkin. Universitet vazifasini talabani aynan shu ma'lumotini izlash, shu ma'lumotini to'g'ri tahlil qilish, tahlil qilgandan keyin xulosa chiqarish va xulosa chiqarish orqali mutaxassis bo'lish asosiy vazifasini hozirgi kunda. Shunaqa. Xo'p, ana sun'iy intellekt zamonida yashayapmiz. Haqiqatan ham bitta sun'iy intellektni oddiygina aytib beradigan bo'lsak, hammamiz ChatGPT dan foydalanyapmiz. Nafaqat ChatGPT, Gemini, DeepSeek turlaridan foydalanyapmiz. Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchilardan sun'iy intellekt kasbini tortib olish mumkinmi? Yaqin 10 yillik yoki 20 yillikda? Qisman, chunki ta'lim berish u juda ham uzun va juda ham murakkab jarayon. Masalan, qaysidir qatlamda, aynan o'rta maktablarda hozir ham chet ellik tajribasi bor. Aynan Yaponiyada ayrim boshlang'ich sinflarda aynan tirik pedagog emas, robotga o'xshagan android shu sun'iy intellekt egasini dars beryapti. Endi maktablar uchun masalan aynan ma'lumot beruvchi sifatida sun'iy intellekt yordam berish mumkin. Lekin haqiqiy pedagog va aynan kasb ta'limida yo oliy ta'limda pedagog bo'lishini men ishonmayman. Chunki men aytgandek, hozirgi ta'lim u faqat ma'lumot berish, tarqatish, talqin qilish emas. U odamda tanqidiy fikrlashni, kreativlikni oshirishni asosiy vazifani. Bu vazifa bilan hech qanaqa sun'iy intellekt, hozirgi kundagi sun'iy intellekt eplab bilmaydi. Ola olmaysan. Shunaqa. Lekin ko'p kasbini baribir katta xavf ostida, masalan, oxirgi paytlarda yoshlarimizga juda yaxshi ko'ringan marketologlar, SMM, copywriter, content maker degan kasblar juda yaxshi ko'ringan. Chunki birinchidan o'qish 2-3 oy, hech qanaqa diplom kerak emas ular uchun. O'qish juda ham qisqa, ma'lumotlar, o'sha ko'nikmalar juda oson va ko'p daromadli olib keladigan kasblar edi. Lekin hozirgi kunda o'ziga ishongan kompaniyalar, firmalar shu ishini sun'iy intellekt orqali bemalol bajaradi. Ya'ni shu kasblar yana 4-5 yildan keyin shu kasblar deyarli butunlay yo'qoladi, chunki sun'iy intellekt hozirgi kunda ham copywriting, ham content making, ham SMM, ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash strategiyada odamdan ancha yaxshi qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun talabalar, abituriyentlar deylik, nega universitetni emas, umuman oliy ta'limni emas, ko'proq biznesni tanlayapti? Yo'q, men unaqa deb bilmayman. Chunki biznes tanlashi uchun odamda birinchidan iqtidor bo'lish kerak, uchinchidan hech bo'lmasa birlamchi tushunchasi bo'lish kerak. Hozirgi abituriyentlar universitet o'rniga biznes emas, o'qish o'rniga pul ishlashni xohlayapti. Chunki bu ham ozgina bir tarbiya bilan bog'langan. Hozirgi yoshlar qattiq mehnatga o'rganmagan. Hozirgi yoshlar aynan Instagram, Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib, hamma narsa oson ish bilan olaman, hech qanaqa og'ir mehnat emas, hech qanaqa og'ir mehnat kerak emas. Shunchaki men biron bir reklama qilaman yo biron bir onlayn magazin qilaman, shu birdaniga bo'yib ketaman deb yuradi. Lekin bu yerda o'zimizniki xato ham bor. Shu yoshlarga ijtimoiy tarmoqlar kirganda biz ijtimoiy tarmoqlar bilan to'g'ri ishlash va shu ma'lumotni tanqidiy qabul qilishni o'rgatmadik. Masalan, hech kimga sir emas, Facebookda ham, Instagramda juda ham ko'p roliklar bor. Mana Elon Musk universitetda o'qimasdan palon kompaniya yaratdi. Bill Gates universitetda 3 baho olgan bilan o'sha nimasi Microsoft kompaniyasi asoschisi bo'ldi. Shunaqa roliklar juda ham ko'p, lekin bu qisman haqiqat. Chunki masalan Bill Gates to'g'ri universitetda o'qimagandir,
qaysidir kursda tashlagandir, lekin uni otasi Olmos kompaniya egasi edi. Bill Gates masalani ham oddiy oiladan chiqmagan. Moliyaviy magnat. Ya'ni uni oilasi moliyaviy magnat. Xuddi shunaqa, masalan, hozirgi AQSh prezident Donald Trump ham juda zo'r iqtidorli tadbirkor, yoshligidan o'zini ko'tarib, o'ziniki imperiya yaratdi deyadi-yu. Lekin uni birlamchi kapital o'sha 100 million dollarmi-yu, qanchadir million dollar otasi bergan. Ya'ni bu yerda ma'lumot qisman to'g'ri yoshlarga boryapti. Yoshlar uni o'sha tanqidiy fikrlanmasdan bo'ldi. O'qigan bo'lsa, meni ham simbolik qilaman deb yuradi-da. Shu ozgina o'zimizniki, ya'ni o'sha yosh kattalarni ota, ona avlodlaridan xato o'tdi-da. Shu ma'lumotni to'g'riroq yetkazishimiz kerak edi ularga. Mirshakar Fayzullayevni bitta anonsda ko'rgandim. Ya'ni Murod Nazarovni gap aytgan, nimani aytgan? Ya'ni aytgan, hozir O'zbekistonda juda ham baland shamol esyapti, varraklarni tepaga chiqarib olish kerak deganda, unga nisbatan aytayapti Mirshakar, men yoshligimda har doim varrak yasaganman, lekin men varragim biror marta uchmagan. Lekin o'rtog'imni varragi doim uchgan. Nimaga desa, uni dadasi yasab berardi. Uni yasab berib, osmonga chiqarib, keyin o'g'lim men ushlab turdi, berib qo'yardi deydi. Siz aytmoqchi o'sha qo'shimcha qilyapman, haqiqatan ham. Xo'p, demak, hozirgi talabalarimiz nimada kuchliroq unda? Hozirgi talabalarimiz endi masalan haqiqiy o'qiydigan, yutuqlarni erishadigan talaba qatlamini olsak, hozirgi talabalarimiz birinchi navbatda iroda bilan kuchli. Chunki masalan men o'qigan paytida bizga o'qishga harakat berayotgan narsalar juda ham kam edi. Birinchidan nabarot bizni o'sha o'qishga yo'naltirilgan ota-onalar, jamoasi, boshqasi bo'lgan. O'shaning uchun biz bemalol borib o'qishga qatnab o'qimoqda edik. Hozirgi talabalarda harakat beruvchi narsa juda ham ko'p. Ya'ni birinchi navbatda qo'lida telefon, ikkinchi navbatda internet. Juda ko'p imkoniyatlar bor hozirgi yoshlarda, imkoniyatlar juda ko'p. O'shaning uchun ular chalg'ituvchi narsa ham ko'p. Lekin agar talaba shu harakat berayotgan narsani tashlab 80 minut pedagogga qarab doskadan bilim olayotgan bo'lsa, bu masala uni iroda juda ham kuchli. U kulguli deb eshitish mumkin, lekin agar unga falsafaviy qarasak, rostdan ham aynan shunaqa irodali talaba hamma chalg'ituvchi narsani tashlab, darsni diqqatini eshitib, pedagog bilan muloqotga kirsa, uni iroda ham noodatiy. Agar talabalarga bir umrga eslab qoladigan gap aytmoqchi bo'lsangiz, uni eslab qolsa, bir umrga, umrining oxirigacha, o'lgungacha eslab qoladigan gap bo'ladigan bo'lsa, o'sha gapingiz nima gap bo'lardi? O'ylantiradi. Endi hammaga ma'qul bitta gap aytish juda ham qiyin, lekin agar bir umr foyda keltirayotgan, doimiy esda qolayotgan gap bo'ladigan bo'lsa, shu gap shu bo'lardiki, nima bo'lsa ham udalaysan. Nima bo'lsa ham. Nima bo'lsa ham udalaysan. Shunaqa. Nima bo'lganda to'xtab qolma. Shunaqa. Unaqa ham aytish mumkin. Shunaqa ham aytish mumkin. Yo'lda ko'rishamiz, atlet dedik. Iloyim, ko'rishaylik. Shunaqa. Olget Aleksandrovich, endi to'g'ridan-to'g'ri talabalikdan to'g'ridan-to'g'ri sizga bog'lab boramiz mavzuni. Ya'ni rektorda. Bilasizki, butun Navoiy uchun, butun talabalarimiz uchun rektorlik emas, rektorning shaxsiy xislatlari juda ham qiziq. Rektorlikni tashlab ketib qolaman, qochib ketaman degan joylaringiz bo'lganmi? Albatta. Ko'p bo'ladimi? Haftaga bir bo'ladi. Haftaga bir bo'ladi. Bir marta. Xo'p, o'zingizni mana charchaganingizda, xonangizda yolg'iz qolganingizda qanaqadir kichkina odatingiz bormi? Motivatsiya berib, ruhlantiradigan. Men misol uchun qo'shiq eshitaman. Unaqa holatlar juda ham kam bo'ladi.
chunki odam qaysi sharoitda ishlamasa ham baribir shu sharoitga o'rganib ishlaydi. O'shaning uchun sizga bemalol aytishim mumkin, stressi mani doimiy holat. O'shaning uchun oddiy stress menga ham o'sha stress emas. Agar rostdan ham charchash va biron bir ruhiy tushirish paytida o'tirishim uchun biron bir noodatiy stress bo'lishi kerak, lekin unaqa holatlari ham bo'ladi. Endi unaqa paytlarda men ko'pchilik fokusimni aynan ilmiy ishiga qarataman. Oliy ta'lim kirgandan keyin men nafaqat o'sha oliy ta'limga, lekin ilmiy yo'liga ham kirdim. O'shaning uchun og'ir holatlarda, charchagan paytlarida men albatta shu ilmiy ishimga qaytaman. Yo biron bir maqolani o'qib ko'raman, yo ikkita uchta maqolani yig'ib bir o'zimni maqolamni sxema chizaman. Ya'ni menga stressdan chiqish uchun biron bir vazifani bajarish kerak. Unaqa stress holatda men masalan o'sha maqola konsepsiya yarataman, yo biron bir maqolani o'qiyman, shu maqoladan nimasini ruhlantirib, o'sha keyin ishni davom ettiraman. Tushunarli. Bilasiz, universitetimiz reklama yoqib ketaylik. Universitetimizda har bir xonada kameralar qo'yilgan, o'qituvchilar dars mashg'ulotlari, har kutubxonagacha hamma joyda nafaqat ovozli, balki ko'rib turasiz. Sizda ham kimdir nazorat qilib turadimi kamerada? Albatta, xonamda ham kamera bor. Endi bizning kameralarimiz nafaqat meni xonamga, lekin bosh ofisimizga ham ulangan. Bosh ofisimiz bilasiz, Toshkentda joylashgan. O'shaning uchun o'sha kamera 24/7 onlayn holatda tursa, xuddi shunaqa holatda Toshkentda ham ko'radi. O'shaning uchun universitet gen direktorimiz va universitet asoschimiz xohlagan paytda, xohlagan joydan universitetimiz kuzatish mumkin. Demak, xonangizda erkin bo'la olmaysiz. Endi kameradan erkin bo'lmagan odam bir nimani ko'rish kerak. Ya'ni agar men noto'g'ri ish qilsam, yo biron bir xato qilsam, yo biron bir yashirayotgan narsam bo'lsa, men albatta kameradan qo'rqaman. Menda sir qiladigan narsa yo'q. O'shaning uchun men kamera bor yo'qligini ham to'g'risi aytsam o'sha sezmay qoldim. O'qituvchi bo'lishimdan qat'iy nazar, lekin talabalarga yaqin yoshda bo'lganim uchun intervyu oldin, podkastdan oldin bir ikkitasidan suhbatlashdik talabalar bilan, nima qiziq rektor deb. Beraveraymi? Bemalol. Ishimga ta'sir qilmaydimi? Niyat qilamiz? Bemalol. Rektorning nechta farzandi bor? Hozircha ikkita farzandi bor. Hozircha endi hali yoshmiz. Xudo xohlasa hali nimasini, так что ikkita farzandi bor. Yaxshi. Keyingi savol, rektorning yoshi nechida? U ham og'ir savol. Og'ir savol. Hozirgi kunda 44 yoshdaman. Zo'r. Xo'p, keyingi savol. Siz uchun eng qiyin o'qituvchi qaysi o'qituvchi? Yomon o'qituvchi. Talabaga bilim bermasdan talabani aldashga harakat qilayotgan pedagog. Endi bu savolga men sal batafsilroq to'xtalmoqchiman, chunki juda muhim savol. Bilamiz va tushunamiz. Xohlaysizmi yo'qmi, lekin pedagog doimo talabaga ro'para. Har taraflama. Bilim saviyasidan, o'ziniki bajarayotgan vazifalardan, bor bilimlardan, har taraflama u talabaga ro'para. O'shaning uchun yaxshi, men nazarimda yaxshi bo'lgan pedagogini o'ziniki vazifani vijdonan bajarib, talabaga mustahkam bilim berish shart. Talabaga yoqadimi, yoqmaydimi, lekin pedagog vazifasini mustahkam bilim berish. Qiziqtiribmi, urushibmi, endi u ma'lum bir me'yorda endi uni urib dars bermas, bizda bermaydi hech kim, lekin har qanday pedagogik usullarini ishlatib, aynan shu talabaga mustahkam bilim berish uni asosiy vazifasi.
Endi ayrim pedagoglar bor, aynan bizdami nimasi biz hozir unga urg'u bermaymiz dunyoda. Ayrim pedagoglari bor, ular talabaga mustahkam bilim berish o'rniga o'sha arzon avtoritetini ishlamoqchi. Ya'ni talabani aldab darsini talab darajasida o'tmasdan mayli mazga yaxshi baho qo'yaman, bugun darsda o'tiraylik, bugun darsda o'ynaylik, bugun darsda qo'shiq aytaylik. Ya'ni talabani endi talabaga nima kerak? Xohlaysizmi yo'qmi, talabaga o'ngi sal keyinroq rivojlanadi. Ya'ni o'shanaqa yosh, quvnoq, har doim ha deydigan pedagog ularga yoqadi. Talabalik paytida ularga shunaqa pedagoglar yoqadi. Lekin universitetni bitirib, ishxonaga borib, aynan shu pedagog bermagan bilimdan qiynalib, undan keyin tushunadi, u yaxshi pedagog emas ekan-ku. U bizni aldab baho qo'yib chiqargan-ku. O'shaning uchun men nazarimda eng yomon pedagogi aynan shunaqani talabani aldab, soxta avtoritetni yaratib, talabaga o'qimasligiga sharoit yaratgan pedagog eng yomon men nazarimda. Bunaqa pedagogni kasbiga xiyonat qilgan deyishimiz mumkinmi? Albatta. Mumkin, a? Albatta. Xo'p, keyingi mulohaza. Biz bilamizki, ya'ni diplom emas, haqiqiy bilim olish uchun qanaqa mexanizmda yaratsak bo'ladi? Qiyin bu baribir. Ya'ni talabani ongini diplomga emas. Diplom shunchaki yuqorida aytganimizdek bir vosita. Haqiqiy bilim mutaxassisini egallashimiz uchun ularga qanaqa mexanizmlarni joriy qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi u juda ham qiyin savol birinchidan, ikkinchidan u juda ham qiyin jarayon. Chunki aslida unaqa mexanizmlar juda ham ko'p. Masalan, biz dunyoda birinchi oligoh emasmiz. Juda ko'plab oligohlar bor. Nafaqat O'zbekistonda, chet elda ancha rivojlangan, ancha yaxshi ishlaydigan oligohlari bor. Lekin ular ham aynan biron bir mexanizm ishlab chiqmadi. Chunki bu yerda ikkita tomoni bor. Birinchidan inson omili. Ya'ni menga ma'qul bo'lgan mexanizm sizga to'g'ri kelmaydi. Chunki xarakteringiz, temperamentingiz, ma'lumot qabul qilishingiz, tajribangiz, qarashingiz har narsasi boshqacha sizda. Xuddi shunaqa talabalar guruhida 24 ta inson bo'lsa, ularni o'xshash tarafi bo'lsa ham, lekin har bittasiga alohida aynan unga qaratilgan mexanizm bo'lsa, mexanizm ishlaydi. Bu birinchi taraf. Ikkinchi taraf pedagogik jarayonlar ham juda ham qiyin jarayonlar. Ya'ni masalan, men eshitib yaxshi tushunmayman. Menga ma'lumotini olib, o'qib qarash kerak. Hatto shunaqa endi yoshim aytgani bilan nimasi bitta narsa aytish kerak. Masalan, kompyuterda o'qiydigan ma'lumot, qog'ozdan o'qiydigan ma'lumot ancha yomon kiradi menga. Menga shu ma'lumotni qog'ozga chiqarib, qarab tushunishim osonroq. Kompyuterga ko'ra. Ya'ni odamlar kimdir kuzov nimasi evaziga, kimdir quloq evaziga, kimdir qarab, kimdir sezib, kimdir keyin tushunib o'zlashtiradi. O'shaning uchun unaqa mexanizm ishlab chiqish juda ham qiyin, lekin shu joyda sizga bitta narsa aytay. Microsoft kompaniyasi bitta o'sha sun'iy intellekt orqali bitta juda tajriba o'tkazmoqda. Hozir ular bitta dasturni taklif qilyapti. Maktab o'quvchilari uchun standart darsligi o'rniga har bitta bolaga mos qilingan darsligini taklif qilyapti. Ya'ni sinfda o'sha davlat tomonidan tasdiqlangan darsligi bor, lekin shu darslik bilan ishlab, sun'iy intellekt har bitta bolani qiziqishlari, temperamentlarini, o'qish tezligini, nima bilan o'sha aynan chuqur qiziqishi borlarini aniqlab, shu bitta standart darsligini unga mos qilib chiqaradi. Ya'ni matn joylashtirishini, mavzularni, ya'ni bitta sinfda 24 ta darslik bo'lyapti. Mana bu universal mexanizmga yaratish birinchi qadam.
U ham sun'iy intellekt orqali bo'lyapti. Lekin bu hali tajriba, undan foydali taraflari ham bor, уже seziladi-yu, lekin bilasiz, pedagogik jarayonlar natijasini bir kunda, bir oyda, bir yilda aniq bo'lmaydi. Uni biron bir davrda kuzatib, keyin biron bir xulosa chiqarishimiz mumkin. Bu jarayon to'g'rimi, yo'qmi, haqiqiy samarasi oshiryaptimi, yo'qmi? Adashmasam, qo'shimcha qilib ketaman. Bu neyrota'lim deb Xuddi shunaqa. Neyrota'lim deb ataladi. Xuddi shunaqa. Nafaqat o'qituvchi hamda talabalardan tushgan taklif asosida keyingi savol. Siz uchun yoshi katta o'qituvchi, lekin tajribali yoki bo'lmasa ikkinchi tomonda yosh o'qituvchi g'ayratli, unchalik tajribasiz emas. Qaysi biri siz uchun ustunroq? Qiyin savol-a? Yo'q, qiyin savol emas. Qiyin savol emas, chunki Profi universiteti Navoiy filial yaratganda eng birinchi muammodan aynan jamoani yig'ish muammo bo'lgan. O'shaning uchun ko'p nomzodlar bilan uchrashdik, ko'p suhbatlar, sinov darslar, har xil ko'rsatkichga qarab tanlovlar o'tkazdik biz. Bu yerda nima desam bo'ladi? Yoshi, tajribasi aynan pedagog sifatini afsus belgilanmaydi. Ya'ni rostdan ham yosh, tajribasiz pedagog kelib shunaqa zo'r dars qo'llatish mumkin, o'zingiz ham hayron qolasiz. Ayrim yosh kattalar tajribasi, darajasi boshqasi bo'lgani bilan darsga kirib faqat uxlashga yaxshi. Sizni zo'r uxlattiradi, zo'r tush ko'rmasdan 80 minut uxlaysiz. O'shaning uchun bu yerda aynan yosh menimcha ta'sir qilmaydi. Men uchun talabaga mukammal bilim beradigan pedagog yaxshi. Yosh bo'ladimi, darajali bo'ladimi, darajasiz bo'ladimi, u men uchun farq o'ynamaydi. Tushunarli. Shu jarayonda talaba takliflari asosida bitta inson ismini aytib ketasiz. Agar bu xohish, albatta, bu albatta juda ham qiyin, chunki zo'rlarning orasida kimnidir aytish. Mana bunaqa savol sizga. Sizni ana shu Profi universiteti Navoiy filialida siz tan bergan o'qituvchi. Bu albatta qiyin savol, chunki rektor hammani teng ko'zda ko'rish kerak, lekin bu shunchaki o'qituvchilarimizni talaba takliflari asosida shakllantirilgan savol. Bitta insonni aytasiz, lekin bu joyini yashirib ketamiz, shunchaki videoda ko'rib oladi YouTube'da. Aynan bitta pedagogini aytishim iloji yo'q. Qiyin juda ham. Iloji yo'q, chunki men tanimagan pedagogni bizda ishlamaydi. Yo'qmi unaqa inson? Bizda har bitta pedagogi o'ziniki iqtidoriga ega va o'ziniki o'rnini egallaydi. Chunki aytaman-ku, agar talabamiz, jamoamiz, ma'muriyatimiz biron bir pedagogini tan olmasa, uni bu yerda ushlashga foydasi yo'q. Zo'r javob. Bu yerda o'tirmagan bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, endi to'g'ridan-to'g'ri talabalarimiz bitta narsaga ayniq e'tibor bergan ekan. Marhamat, olib beraversanglar. Olgert Aleksandrovich, mana bu yerga 100 dan ortiq talabalarimiz sizga bergan savollari bor. Siz buni albatta bu omadi kulgan 3 tasini taxminan ajratib olsak va 3 kishiga qanaqadir sovg'a bersangiz, agar. Xo'p. Demak, 3 tasini ajratib olasiz va savoli bor yerda. Men o'zim o'qib beraman sizga. Marhamat. Aralashtirib haqqoniy bo'lish uchun. Qani o'sha omadi kulgan talaba kim ekan? Birinchisi. Marhamat. Ikkinchisi. Biron bir shubhali muzika yo'q. Yaxshi, rahmat. Bitta berasiz. Mana bu yerda talabalarimizni rektor haqidagi savollari, rektorni qiziqtirgan shaxsiy savollar ham bor. To'g'ri, bunga ham har bittasiga alohida javob bersak bo'ladi, lekin vaqtimiz kam. Lekin har bir talabaga alohida rahmat yozgani uchun. Marhamat. O'qiymiz bo'lmasa? Albatta. Xo'p, birinchisi. MTS 0224, ya'ni Rahmonova talabamiz, yoshligingizdagi orzuyingiz ushaldi debdi.
Qisman chunki yoshligimda juda ham beg'am edim, to'g'risini aytaman sizga. Va o'sha xayol qilish yaxshi ko'rardim. Ya'ni yoshligimda juda ham ko'p orzular bo'lgan. Eng birinchi orzum kitob yozish orzu edim. Ikkinchi orzu olim bo'lish edi va hali yana ko'plab haligacha orzularim bor. Yana bitta orzum bor edi, chet elga sayohat qilish. Endi juda ko'p orzularim bor edi va hali ham bor, chunki men hech orzu qilishga to'xtatmaganman. Lekin aynan shu yoshligida 3 ta orzular o'tgan yili amalga bajarildi. Himoyaga o'tib, ilmiy darajani olib, olim bo'ldi. Keyin nafaqat o'quv va badiiy adabiyotni ham yozib kitobini chiqardim va bu yozda chet elga ham sayohat qildim. Tak что orzu qilish hammaga tavsiya qilaman. Orzu qilish tekin, orzu qilaverish kerak. Jabborova Shahzoda. Xo'p. Juda jiddiy savol ekan lekin. O'qiyveraymi? O'qib bering. Qarang. Kontrakt chegirma to'lov summasini sentyabr oyigacha uzaytirardingizmi deb savol beribdi. Talabalarni o'ylab, oxir siz ham talaba bo'lgansiz-ku debdi. Tushunaman. Endi kontrakt va chegirma masalasi aslida meni vakolatda emas. Men doimo talabaga aytyapman. Profi universitet alohida marketing bo'limi bor va marketing bo'limini, ta'lim bozorini o'rganib, ya'ni raqobatchini o'rganib, chunki hozir xususiy ta'lim juda ham qattiq raqobatda. O'shaning uchun shu kontrakt summalarini, chegirmalarni, ularni hamma narsani o'rganib, bosh direktorga tavsiya beradi. Bosh direktor ular tavsiyasi asosida bizga ma'lum qiladi. Ya'ni men ham o'sha marketing jamoasi bilan birga takliflar bilan chiqishim mumkin va doimo men shu taklif bilan chiqyapman, chunki men ham talabamiz ahvolini, qiyinchiliklarini ham bilaman. Lekin ularni qabul qilish va e'lon qilish faqat bosh direktor qo'lida, o'shaning uchun afsus. Lekin yana shu taklif bilan Toshkentga murojaat qilamiz. Yaxshi. Keyingi savol. Xo'p. PPS 0422 Mustafoyeva Dilfuza. Turmush o'rtog'ingizni hayotingizni mazmun deya olasizmi? Xo'p, juda ham qiyin savol ekan. Uzoqda boshlasam yaxshiroq bo'ladi. Hammaga ma'lum siyosiy arbobi va Germaniya imperiyasi birinchi vaziri Otto von Bismarckda juda bir ajoyib gap bor. Ya'ni uni gapi bo'yicha har qanday buyuk erkak o'rtasida buyuk ayol turyapti. Shu bilan men nima demoqchiman? Albatta har qanday inson uchun uni oilasi, aynan rafiqasi juda ham muhim va erkak muvaffaqiyatli bo'lishi uchun uni o'rtasida tinchlik, xotirjamlik, oilaviy qadr qimmatlari, ya'ni barqarorlik turishi kerak. Hech qanday erkak, men nazarimda hech qanday erkak aynan ayol yaratgan barqarorlikni, tinchlikni hech qachon yaratib bilib olmaydi. Endi boshqacha qiladidir, o'zicha qiladidir, lekin aynan shu rafiqadagi barqarorlikni va nimasini qilib bilmaydi. O'shaning uchun men bemalol tinch uydan chiqib, ishxonaga kelib, bu yerda o'zimniki vazifani samarali
bajarishim uchun uyim tinch bo'lishi kerak. Farzandim sog' bo'lishi kerak. Hayotimda tartib bo'lishi kerak. Aynan shu qismini rafiqamni o'ziga oladi. O'shaning uchun shu insonsiz meni ham hozir siz bilan turib gaplashmasdim. Bitta qilib aytganda Suqrot aytgandek, xotin yaxshi qilsa xo'p, yomon chiqsa bo'lasan faylasuf. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Xo'p, Olgat Aleksandrovich, bizani bilamizki, bosh binomiz, ya'ni Toshkent shahrida joylashgan. Nimaga aynan sizni tanlashdi profi? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi tomoningiz yoqdi ularga? Endi u qiyin savol. Birinchidan, ikkinchidan bu savol bosh direktorimizga berish kerak. Birinchi navbatda menga emas. Lekin bitta narsa aytishim mumkin shu yuzasidan. Masalan, nima uchun aynan Navoiyda filial yaratgan? O'zi Profi universiteti hali yosh universitetimiz, u hech kimga sir emas. Yosh universitetda filial ochishi qay darajada zarurligini u ham bir katta savol. Lekin yana hech kimga sir emas. Asoschimiz Bektosh Xatamov aynan Navoiyda tug'ilib, Navoiyda katta bo'lganligi uchun juda ham yaxshi ko'rardi shu shaharni ham, regioni ham. O'shaning uchun universitet paydo bo'lganda u aynan Navoiy aholisi uchun qiyinchiliklar bo'lmasin, manday uyini tashlab Toshkentga borib o'qimasin, aynan o'shaning uchun shu yerda filial yaratgan. U bu savolga bir qismli javob. Ikkinchi qismga nima uchun aylanman? Endi o'sha payt universitetimiz yosh edi, 1 yil universitetda ishladim. Men o'sha payt Toshkentdagi universitetda sirtqi ta'lim bo'yicha dekan edim. Bir kun menga HR direktordan taklif tushdi. Navoiyda yangi filial ochilyapti. Bir boraylik, ko'raylik, o'sha nomzodlar bilan suhbat o'tkazaylik deb taklif tushdi. Xo'p, boramiz deb aytdim. Keldik Navoiyga. Birinchi bosqichdagi suhbatlarni o'tkazdik. Keyin bu joyga kelib binoni ko'rdik. Hali bino bitmagan edi. 2022-yil may oylarida edi. Keldik, binoni ko'rdik. Rosa havasimiz keldi. O'sha payt hali Toshkentda unaqa bino emas edi. Oddiyroq biron bir bino edi. Keyin men aytdim, zo'r bino, o'sha kim bu yerda ishlasa juda ham xursand bo'laydi deb aytdim. Shu bilan ketdik Toshkentga. Endi bilmayman shu gapini ushlabmi yo nimasini. Keyingi 1-2 hafta o'tgandan keyin bosh direktorimiz menga taklif qildi. O'sha Navoiyga borib rektor bo'la olasizmi, ishlab ketasizmi? To'g'risi aytsam bormoqchi emas edim. Chunki o'zi bir umr Toshkentda o'tdi. Hamma qarindoshlarim, tanishlarim, ishlarim hammasi Toshkentda. Lekin Bektosh Begmatovich aynan katta ishonch bildirgandan keyin bir o'yladim va rad javob berishga qo'lim yetmadi. Rozi bo'ldim. Aynan shu menga berilgan ishonch evaziga xo'p dedim. Borib ishlayman deb Navoiyga keldim va mana hali ham shu yerdaman, shu universitetni boshqaryapman. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga yoki mana bizda abituriyentlar ko'rayotgan bo'lsa yoki mana bizda universitetda o'qish niyati borlarga, ya'ni qanaqa tavsiya bera olasiz? Bilamizki, biz hozir bozor iqtisodiyot zamonida yashaymiz. Ya'ni abituriyentlar yoki bo'lsa ota-onalar umuman butun respublika ahmoq emas. Faqatgina eng yaxshisini tanlashga harakat qiladi va nima uchun bizni tanlashlari kerak ular va biz ularga qanaqa imkoniyat yaratib bera olamiz va ularga qanaqa narsalarni va'da qila olasiz? Xo'p, endi u ham aslida oddiy savol emas, chunki kimdirga bir nima tavsiya berish juda qiyin masalasi. Hammada o'ziniki taassurotlari, fikrlashlari bor. Lekin harakat qilaman. Nima uchun aynan profini taklif qilishim mumkin? Birinchidan profi mana 3 yildan beri ishlayapmiz. 3 yildan beri qabul bo'layapti va bitta narsani biz tushunyapmiz. Ko'pchilik profi tanlagan talabalarni aynan o'ziga ishongan
o'zini kelajagini ko'rib biladigan talabalar. Ya'ni adashib kirganlar juda ham kam bizga. Adashib kirganlari ham o'qishni boshqa oliygohlarga ham ko'chirib biladi va ko'chiriladi doimo. O'shaning uchun agar abituriyent o'ziga ishonsa, agar mustahkam bilim olmoqchi bo'lsa, zamonaviy atmosferada o'qishni davom etmoqchi bo'lsa, uni biz universitet shu uchun juda ham xursand bo'ladi. Adashib kirib yoki faqat diplomlar uchun yoki ota-onasi majburlayapti degan abituriyentlar aslida bizni mijozlarimiz emas. Aynan biron bir qoida o'zgartirib biladigan, aynan o'ziga ishonayotgan, aynan o'ziniki kelajagini ko'rib biladigan abituriyentlar bu yerda omadli muvaffaqiyatli talaba bo'ladi. Tavsiyam shu. Agar shunaqa abituriyentlar universitetimiz tanlasa, biz ularga hamma kerakli sharoitni yaratib berib bilamiz. Bitta o'sha jamoamizga yoqmaydigan gaplarimdan bitta zo'r gap bor. Profi hech qachon joyida turmaydi. Ya'ni biron bir narsani erishib, biz shu narsa bilan hech qachon to'xtatmaymiz. Doimo intilamiz, doimo yangilik yaratamiz, doimo boshqa usullari, boshqa imkoniyatlari, aynan bor o'sha qoidalarni o'zgartirishga o'zimiz ham harakat qilyapmiz. O'shaning uchun har qanday talabaga imkoniyat boricha imkoniyat yaratishga biz harakat qilyapmiz va shu kungacha hali shu harakatdamiz va hali ko'p harakatlarimiz oldida. Masalan, hozirdan bitta yangi harakatimiz aytishim mumkin. Yaqinda bizga Hindistondan mehmonlar keldi. Ular Pravara universiteti va Ruby Hall klinika a'zolari edi. Sharoitlarimiz bilan tanishdi ular, pedagoglarimiz, laboratoriyalarimiz bilan tanishdi va shu tanishtirish evaziga bizga juda zo'r taklif tushdi. Ya'ni ular talabalarimizga, tibbiyot yo'nalishidagi talabalarimizga 2 haftalik amaliyot Hindistonda taklif qilyapti. Hozir memorandum imzolanganmiz. Shuni shartlarini o'rganyapmiz. Agar shu memorandumimiz amalga oshirilsa, apreldan boshlab biz ayrim talabalarni уже bemalol Hindistonga jo'natib, aynan o'sha haqiqiy klinik holatlarda amaliyotni o'tkazishga rejani qilyapmiz. U ham hali birinchi qadam. Bizda hali juda ko'p rejalarimiz bor. O'shaning uchun yana bir marta aytaman, qoidadan o'zgartirib biladigan talabalar bizga kerak va ular bilan birga biz faqat olg'a yuramiz. Biz hozirgi, ya'ni oliy ta'lim muhitimizda, maktab emas, faqat oliy ta'lim muhitimizda, mayli pedagog muhit deylik, eng katta kamchiliklar deb qaysini ko'rsata olasiz? Ko'p kamchilik, yutuqlarimiz ham ko'p, nisbatan kamchiliklar deb. Xo'p, to'g'ri, oliy ta'limimiz ham joyida turmaydi. Oliy ta'limda ham ko'p islohotlar bo'lyapti. Lekin eng asosiy muammolarimizdan biri bu ko'pchilik formalizm. Ya'ni ko'p pedagogik jarayonlarga biz hali formal qarashyapmiz. Masalan, ayrim davlatlar va ayrim nodavlat oliygohlarda ham bor shu narsa. Masalan, forma masalasiga juda ham formal qaraymiz, ya'ni forma bo'lishi shart degan tushunchamiz bor. Yoqadimi, yoqmaydimi, o'sha galstuk shim, o'sha biz davridan qolib haligacha shu formal qarashlari bor. Bu bir. Ikkinchi formal qarashi u darsga tayyorgarlik. Ya'ni ayrim pedagoglar haligacha ham bor, bo'ldi, men darsga kirib, meni vazifam leksiyani o'qishi. Talaba eshitadimi, eshitmaydimi, tushunadimi, tushmaydimi, bu ikkinchi darajali savol. U yana formal qarash. Ya'ni pedagog to'g'ri kelib dars beryapti, ma'ruzani o'qityapti. Lekin u jarayoni faqat ma'ruza o'qish. U pedagog jarayoni emas. U yana formal qarash va xuddi shunaqa
Judayam ko'p holatlarda biz formal qaraymiz-da. Davomat masalasida, forma masalasida, ta'lim sifati masalasida hali ham o'sha eskicha formal qarashlarimiz bor. Ta'lim jarayon insonlar bilan ishlaydi. Har qanday o'sha maktab ta'lim, maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim insonlar bilan ishlaydi. Aytganimizdek, har qanday inson juda ham o'zicha. O'shaning uchun ta'lim tizimlari ham sal gibkiroq bo'lishi, flexible bo'lishi kerak. Ya'ni talaba oliy ta'limga keldimi, uni ta'limiy ehtiyojlarini muassasa kundirish kerak. Nima bo'lsa ham kundirish kerak. Sizga rektorligingizni bilmasdan turib, universitet haqida qanaqadir fikrlar aytishganmi? Shunaqa bo'lganmi? Tanimasdan. Bo'lgan. Shunaqa holati ham bo'lgan, maqtaganlar ham bo'lgan, urushganlar ham bo'lgan, o'zim haqida qiziqarli fakt aytganlar ham bo'lgan. Aynan o'sha manmanligini nimasini bilmasdan juda qiziqarli voqea bo'lgan. Ko'p holatda unaqa narsa endi menda bu yerda tanish kamroq. Shunaqa holatlar ko'pchilik taksida bo'ladi. Endi biron bir ish bilan taksiga chiqsangiz, agar mobodo yo'limiz universitet oldida o'tsa, endi baribir universitetimiz ko'rinadi. Albatta taksilar aytadi, yo yaxshi universitet, yo yomon universitet, yo shunga qanday qilib kirsam bo'ladi. Endi unaqa holatlarda men aytyapman, o'sha universitetda ishlayapman. Shu tanishlaringiz yo'qmi deyapti o'sha universitetga kirsak, yo shu sessiya topshirsak, shunaqa holatlar aynan taksida ko'p bo'ladi. Ichingizda kichkina odamcha, "Ey, sen rektorsan" degan narsani aytib turadimi, yo'qmi? Ma'lum ishlarda, ma'lum voqealarda. Ayrim paytlarda bo'ladi. Endi bilasiz, bizda atmosferamiz, ichidagi iqlimimiz juda ham erkin va jamoamiz katta qismi baribir yoshlar. Endi yoshlar bilan hamnafas bo'lmasangiz bo'lmaydi. Chunki odam yoshlar bilan hamnafas bo'lsa, o'zi ham yoshiga qaramasdan yosh bo'ladi. Endi ayrim holatlarda bo'ladi. Yoshlarga qarab bir nima qilishga harakat qilyapsiz, keyin to'xta, sizga yarashmaydi degan fikr keladi. Rektorlar nimadan kuch oladi? Birinchi navbatda jamoadan. Birinchi navbatda jamoadan. Agar men ishxonaga kirib, jamoamni ko'rib, endi hamma masalan yuzidan tabassum bo'lsa, hammasi xursand bo'lsa, hammasi shoshib o'sha ishga harakatlansa, juda ham xursand bo'laman. Va albatta talabalardan. Nimadan ko'p siqilasiz? Nohaqiqatdan. Adolatsizlik. Endi biz ko'p harakat qilyapmiz erkin muhitni yaratish uchun, talabalar uchun qulaylik yaratish uchun juda ham ko'p harakat qilyapmiz. Lekin baribir odam amali bor. Ayrim holatlarda ayrim xodimlarimiz, ayrim pedagoglarimiz, endi ular ham tirik jon. Ularda ham ming xil muammo bor. Endi ayrim holatlarda ko'plik qilish mumkin. Yo masalan bo'layotgan muammoni hal qilmasdan uni o'tkazish mumkin. Unaqa narsadan ozgina qo'rqamanda va nimasini, chunki imkoniyat darajasida har qadamda adolatli bo'lishimiz kerak. O'sha rektordan tortib farojgacha biz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotda ishlayapmiz. O'shaning uchun talabamizni imkoniyat boricha o'sha ularni ehtiyojlarini kundirishimiz kerak. Bor imkoniyatlarini foydalanib. Endi ehtiyojlarga farq qiladi, lekin o'sha mantiqan shartnoma shartlaridan chiqadigan ehtiyojlarini biz kundirishga majburmiz. O'shaning uchun ayrim holatlarda baribir hali ham adolatsizlik bor. Shu narsa menga ko'p holatda yoqmayapti-da. Rektorlik bu maskanmi?
Ayrim holatlarda endi rektor bo'lgandan keyin juda ko'p jarayonlar bor. Shu bilan birga menga eng yoqmaydigan rasmiy jarayonlar ham ko'p. Endi rasmiy jarayonlar davomida baribir o'sha lavozim, darajangiz sizga alohida majburiyatni yuklatadi. Masalan, jamoa bilan o'tirib gaplashadigan tarzimiz, gapimiz hokimiyatga borib, hokim bilan o'tiradigan gapiga, nimaga to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning uchun ayrim holatlarda aynan o'sha rektor bo'lishga majbur bo'lyapman. Rektorga podxod o'rganlarga qanaqa munosabat bildirasiz, sezasiz? Endi men deyarli bir umr ta'lim tizimida ishlayapman. Ko'p odamlar bilan uchrashganman. Endi va rahbarlik lavozimida ham ancha yildan beri ishlayapman. Endi xohlaysizmi yo'qmi, odamni tushunish va bilish majburiyatga kiradi. O'shaning uchun tajribadan kelib chiqqan holda birdaniga seziladi. Seziladimi? Seziladi. Qanaqa immunitet hosil qilasiz? Endi vaziyatga qarayapman. Agar ko'p holatlarda uni hazil tariqasiga olyapman. Agar odam tushunmayotgan bo'lsa, uni o'zgina rektor maskini taqib sal tarbiyalashga harakat qilyapman. Lekin ko'p holatlarda hazil tariqasida o'tmoqda. Rektor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Qaysi kasb? O'zi yoshligimdan yurist bo'lmoqchi edim. Yurist bo'lmoqchi edim. Menimcha rektor bo'lmaganda prokuror bo'lardim. Prokuror bo'lardim. Bugungi mavzuimiz ancha qiziq bo'ldi. Yaxshi narsalarni gaplashtirgan, foydali bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, oxirgi savol bilan tugataman. Siz Toshkentliksiz. Bizning Navoiyliklar sizga yoqdimi? Rahmat, juda ajoyib savol bo'ldi. Endi yoqish yoqmasligi u juda individual narsa va u bir xalq, bir aholisi misolida aytish menimcha xato. Bitta narsa tan olishim kerak, Navoiydagi xalq juda ham ajoyib. Juda har xil odatlari bor, birga o'xshamaydigan qatlamlari bor. Lekin bitta narsa tan olish kerak, Navoiy xalqini masalan shaxsan meni o'z ustiga ishlashga majbur qildi. Ya'ni muloqot tarzini, muammo hal qilishini odatiy usulda emas, umuman boshqacha, umuman kreativ desa ham hal qilishga, muloqot qilishga, shu hayot tarziga moslashishga umuman boshqacha usullarda o'rgatdi va shunga juda ham xursandman, chunki tan olish kerak, Navoiy aholisi bilan ishlash oson emas. Navoiy misolida yutuqlari ko'p bo'lsa ham, lekin muammolari ham kam emas. O'shaning uchun Navoiyga kelib bir tarafdan xursand bo'ldim, lekin ikkinchi tarafdan u har kunlik mehnat va har kuni o'z ustimda ishlashga majbur qilyapti. Shundan juda ham xursandman, chunki odam qancha ko'p o'z ustida ishlasa, shuncha yaxshi bo'ladi hamma. Rahmat. Iliq suhbat uchun. Xo'p, suhbatimizni tugatamiz. Sizga katta rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Savollarimizdan rozi bo'lasiz. Shaxsiy, kasbiy savollar bo'ldi. Hammasiga yaxshi javob berdingiz. Menga juda ham yoqdi, qolganlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarni o'tkazib olmasligingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu yerdan chiqadi obuna tugmachasi. Va keyingi mehmonimiz kim bo'lishini kommentlarda yozib qoldiring.